Alo. Ha, bugun kompyuterga yig'illaring, короче. Ha. Ko'zingizga qaramaysizmi, amaki? Tezroq o'ta uka. Av, peshobod bizga yonib turibdi-ku. Peshobod senga yondi deganda bemalol telefonda yotib olib gaplashib o'tsin degan emas uka. O't. Xohlasam borib yotib olib o'taman. Shashvar. Nima deysan? Nima qilasizlar? O'rtog'imni ko'rib qoldim, birpas gaplashib olaylik. Peshobod katta xolayning uyida bemalol gaplashib o'tirar ekan. Bizga yashilni xohlaganimizni qilamiz. Shuncha gaping ko'p bo'lsa, chetga o'tib gaplashsang, Kutasiz. Peshobod всегда прав. Sultomatlar. Nima deysan endi? Hayot shunaqa-da. Tezroq o'tgin. Yurakni keng qilgan ekan, sabr qiling, o'taman hozir. Hozir men senga ko'rsataman yurakni keng qilishni. Nima qilyapsiz? Peshoxotga ko'rpasa yozyapman. Ikkalamiz mazza qilib mehmon o'ynaymiz. Mana senga. O'tir, erkak ko'shib o'tir. O'tirib oldingmi, choyni ber. Tezroq bo'l. Oshni ham ber. Mazza qilib peshoxotda choy ichib osh yeymiz-da, uka. Mazza qilamiz. Ana skorini ko'ryapsanmi? Ichida kasali bor. Uni ketsamaylar, uka, mana tez. Orqasidagi pajarning mashina birovning yonyapti. U yonib ketsa ham mayli, biz osh yeymiz-da, uka. Menga qarajam, uka. Bu peshoxot-ku. Telefonda gaplashib o'tirgan joy emas, uka. Kallani ishlat, rohit mehramasmisan? Bu peshoxot-ku. Birovni qilib o'pishadigan joy emas-ku. Ey, senda qalandasidan siqilib ketdim. Otib tasalaring. Una mattina mi sono alzato